shuncha ko'p mashina. Agar menda bittasi bo'lganida, oyim ovqat yetkazib berayotganida yomg'ir yo shamolda qolmasdi. Voy, bu Ziychanchangmi? Yuy xonim. Jin, sizlar tanishmisiz? Bilaman. U xizmatkorimizning qizi. Bolaligidan uyimizning yerto'lasida katta bo'lgan. O'shanda oyim seni maqtab, dizayn qobiliyating menikidan yuqori degandilar. Ovqat tashib yurasan deb sira o'ylamagandim. Senga o'xshaganlarga liftda yurishga kim qo'yibdi? Bor, ana zinadan chiq. Menga 19-qavat kerak edi. Qolaversa, binoda yetkazib beruvchilar liftdan foydalanmasin degan e'lon yo'q. Ustingdan ter hidi kelyapti, sassiq. Qolaversa, shaxsiy hayoting ham juda rasvo. Sen bilan bir liftda ketsam, biror kasallik yuqtirib olmaymanmi? Men bilan bir liftda ketishni istamasang, unda keyingisini kut. Sen kim bo'psanki, meni kuttirasan? Yujin, oradan shuncha vaqt o'tsa ham, nega hali ham o'zgarmaysan? Yuy xonim meni bir og'iz maqtaganlari uchunmi? Men doim yuzingga gapirganman. Nahotki duch kelgan erkakdan haromiyni tug'magan bo'lsang. Bilib qo'y. Dudu haromiy emas. O'z bolang otasi kimligini bilmasang, u haromi bo'lmay kim bo'lsin, a? Qani yo'lidan qoch. Bu